Yozgi oshxonamiz mana yakuniga yetdi. Bunga baho berasizlar deb o'ylayman. Qanaqa chiqdi? Agar yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Mana o'choqlarimiz 22 litrlik va 16 litrlik. Eshiklarimiz oynalik. Juda ham chiroyli chiqdi deb o'ylayman. Buni ichiga vitishga o'rnataman dedi. Svetiniylar bilan bular. Xudo xolsa yana ham zo'r bo'lib chiqadi. O shkafellariga hali bu yerga metal granit bosaman dedi. Qachonki tepada patologlar bo'lib, pastga resepsiyalar bosilganidan keyin. Nega bosiladi? Ko'rishinglar mumkin. Juda ham ajoyib boshqacha chiqdi deb o'ylayman. Kimga ma'qul kelsa, bemalol bizga telefon qilishingiz mumkin. Bundan ham chiroyli va bundan ham go'zal qilib beramiz. Lekin bu hozircha yangilik, yevropeyskiy stilda qurildi.